Assalomu alaykum aziz hamshaharlar. Bugun sizlar bilan Dunyo firmasining har qanday o'simliklarga quvvat bo'luvchi mineralniy o'g'itlari haqida gaplashamiz. Aziz hamshaharlar, agar sizning tomorqangizda yoki dala hovlingizda o'simliklaringiz bariklari sarg'ayib, nobud bo'lishni boshlayotgan bo'lsa, men sizlarga Dunyo firmasini MPK 2020 mahsulotini tavsiya beraman. Ushbu mahsulotimiz universalligi bilan ajralib turadi. Bu mahsulotimizning tarkibida 20% azot, 20% kaliy, 20% fosfor bo'ladi. Bu mahsulotimiz o'zi nima ish qilib beradi desanglar, bu mahsulotimiz har qanday o'simliklarni yashil massasini kuchaytirib, ya'ni baquvvat qilib beradi va ildiz tomirini quvvatini oshirib beradi. O'rtoqlar, Dunyo do'konimizda har qanday o'simliklarga quvvat bo'luvchi mineralniy o'g'itlarni topishingiz mumkin. O'rtoqlar, men sizlarga orientirni tushuntirib o'tadigan bo'lsam, shunda Ohangaronning markazida joylashgan Ko'k kolleji ro'parasida Dunyo do'konimizda joylashgan. Barchalarni kutib qolamiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Bizlarni kuzatishda davom etamiz.